Bugun sizlar bilan yangi duoni bo'lishmoqchiman. Rossa ko'pchilik odam so'radi. Momentalna duo ijobat bo'ladigan eng mo'shni duolardan biri. Bu не просто duo, bu даже rivoyatlarda kelgan duo ekan va bu yerda именно taktikasini ham tushunib yetishga. Alloh aytgan ekanki, kim meni ismim bilan menga gapirsa, mendan bir narsa iltimos qilsa, men uni rad qilmayman degan ekan. Ko'pincha biz duo qilayotganimizda qanaqa duo qilamiz? Alloh menga buni ber, Alloh uni ber deymizda, xuddi bir zakaz qilayotgandek yoki bir shopping qilib, hamma duolarimiz bitta korzinkaga solayotgandek duo qilamiz. Lekin eng kuchli hadislarda kelgan duolarga qarasangiz, u duolarda hammasida Allohning fazilatlari, Allohning ismi aytilgan ekan. Bir rivoyatda ismi azam bilan qilingan duo albatta qabul bo'ladi deyiladi. Demak, rivoyatlarga ishonadigan bo'lsak, Allohning so'ziga, Allohning bizga bergan va'dasiga ishonadigan bo'lsak, ismi azam duosini aytib, duolarimizni qilsak, albatta ijobat bo'ladi. Ismi azam duosi qanday qilinadi? Birinchi o'rinda tahorat olinib 2 rakat namoz o'qiladi va u namozda Kafirun surasi va Ixlos surasi o'qiladi. Namozni o'qib bo'lganingizdan keyin mana shu yerda yozib qoldiradigan zikrlarni aytasiz. Allohu hu malikun samiun qadirun karim halimun ladifun alimun mu'inun sodiq. Mana shu zikrlarni bir marta aytganingizdan keyin bir marta o'zingiz duoyingizni niyatingizni aytasiz. Undan keyin ikkinchi marta hammasini aytib chiqasiz va yana ikkinchi marta duoyingizni aytasiz. Va общий shunaqa qilib 111 marta aytasiz. 112 marta emas, 110 marta emas, aynan 111 marta. Va eng muhim momenti, o'qigan 2 rakat namozingizdan keyin turmasdan joy namozi ustida mana shu zikrlarni 111 marta aytasiz. Va buni aytganingizdan keyin inshaalloh momentalna nimani tilagan bo'lsangiz, Alloh albatta sizni qo'lingizni bo'sh qaytarmaydi.